Hozir men gapiradigan gapimni eshitib ko'pchilik menga tosh otishi mumkin. Qurbon hayitga ham ozgina kunlar qoldi. Ana o'sha kuni hamma qo'ldan kelganlar qurbonlikka amalga oshiradi. Qanaqa qo'shqorlar tanlanishi kerak? Xususan shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Kifoya kitoblarini 322-423-betlarida aynan qanaqa qo'y qurbonlikka tanlanish kerak to'g'risida batafsil aytib o'tildi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, qurbonlikka o'sha 1 yoshdan oshgan qo'chqor bo'lish kerak. Yoki 6 oylik ham bo'ladi, agar uni jussasi, ya'ni govdasi o'shanga munosib bo'lsa, ya'ni katta bo'lsa. Masjidda ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. 1 yoshga qachon qo'y to'ladi? Shu joyda 6 oyda 1 yoshga to'ladi deb o'ylaydi. Shayx yozgan kitoblarida 1 yosh alohida aytilyapti, 6 oy alohida aytilyapti. Agar 6 oy bilan 1 yosh bir xil bo'lsa, unda nimaga alohida aytiladi? 1 yoshga to'lgan, 1 yoshdan oshgan qo'chqorlar to'g'risida gap ketyapti. Bu degani 1 yosh bilan 6 oy har xil tushuncha va 6 oy demak 1 yoshdan kam degani. Aslida bu 12 oy, bu 1 yil, bu 1 yosh. Shuni hisobiga olib qo'yayotganda munosib qo'chqorlar olish hammamizga nasib qilsin.